Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan obunachilar. Bugun 2026-yil 16-yanvar kuni Bo'z rayoniga Azizbek Hojiakani xonadoniga mebellar kelib o'rnatdik. Xo'p, ma'lumotlari bu yerga areshtonimiz tushadi. Qo'yiladigan mo'lkamiz, gaz bitishganmiz. Materialimiz kashtan akryl materialdan bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Azizbek aka, mebelli qulluq bo'lsin. Zo'r O'z vaqtida keldi. O'z vaqtida keldi. Nihoyat ko'ngildagidek bo'libdi. 12 million so'mga berdik. Razmeri 390. Bo'yi 260 bo'lgan. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarga ko'p ishlatinglar. Yo'q, Martin bundan ham ulug' bo'lsin. Ularga mebellarni ko'pini yasab, odamlarni xursand qilib, xalqimizga xizmat qilib bergan. Allohga rozi bo'ling. Minnatdor bo'lsin.